Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, bizni kuzatib o'tgan do'stlar, barchalarga salom. Azizlar, qilib borayotgan ishlarimizdan kichkina obzor qilib boryapmiz. Ko'rib turganlaringdek, mana shu 3 etajli magazinimizni podval qismini steyajkasini bo'lyapmiz do'stlar. Mana sizlarga qanchalik ko'rinadi, hozir qaraysizlar o'zlaring mana. İplik bilan orasi o'zi qancha santimetrga keladi. Mana bu tomondan tuyulayotgan steyajkamizni qalinligiga to'g'ri qo'yasizlar. Mana qanchalik sizlarga ko'rinyapti. 10 santimetr qalinlikda qilyapti. Zakaz. Uyda egasini zakazi bo'yicha ketyapti bu. Uyda egasi o'zi shunday zakaz berilgan. Shuncha qalinlikda bo'lishini mana ko'rib turganingizdek. Bu taraflariga ham xudo xolasa zaskan qilib boshlaymiz. Xudo xolasa bu yerda turgandan keyin jam bo'lib 196 kvadrat metr steyajkamiz bor bu yerda. Do'stlarimiz navoyapti buni bu yerda. Xudo xolasa